Jizzaxda avtomobilning bakini yopmaganligi uchun haydovchi xodimni kaltaklagani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi va keskin muhokamalarga sabab bo'ldi. Voqea Jizzax shahrida joylashgan yoqilg'i quyish shoxobchalaridan birida sodir bo'lgan va biz holatga aniqlik kiritish maqsadida o'sha manzilga yetib keldik. Mazkur holat joriy yilning 25-mart kuni soat 14:00 larda yuz bergan. Sharaf Rashidov tumani Nurafshon mahallasida yashovchi 1988-yilda tug'ilgan shaxs va shu tumanning Yangiobod mahallasida yashovchi 1983-yilda tug'ilgan fuqaro bilan o'zaro janjallashib ketishgan. Sababi esa fuqaro yoqilg'i quyib bo'lgach avtomobilning yoqilg'i idishi qopqog'ini yopmagan. Shu sababli Gentra avtomashinasi egasi unga nima sababdan qopqog'ini yopmading deb e'tiroz bildirgan va turli haqoratli so'zlar aytib, unga qo'li va oyog'i bilan urib tepib tan jarohati yetkazgan. Holat yuqoridagi va kassa yonidagi kameralarga yozilgan bo'lib, videoni ijtimoiy tarmoqqa jabrlangan shaxsning o'zi tarqatganligi ma'lum bo'ldi. Biz bu yerga kelganimizda kaltaklagan fuqaro ham shu yerda ekanligining guvohi bo'ldik. Hozirda har ikkala shaxs ham yarashib, kelishib olishganligini ma'lum qilishdi. Benzinga keldim, shu yerda navbat Shrilankada ulashni bilmasdim. Shunaqa voqea jag'il ustida edim. Shu aka bilan aytishib qoldim, aka bilan urishib qoldim. Shu aka bilan uzrini so'radim. Demak, kelishib oldilar, shuni ham. Boshqa bunaqa narsa takrorlanmaydi. Mazkur holat yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilib, hozirda jabrlanuvchiga nisbatan sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan va zo'ravonni javobgarlikka tortish choralari ko'rilmoqda. Yaxshiyamki yuqoridagi voqeada jiddiy jarohat olish holati kuzatilmagan. Jahl kelganda o'zingizni bosib oling, bo'lmasam mana shunday ijtimoiy tarmoqlarni gullataverasiz.